Hammaga salom, sizlar bilan internet bo'lganlar. Bugun sizlar bilan bitta ajoyib bot orqali, yangi chiqqan bot orqali sarmoyasiz tarzda pul ishlashni gaplashib o'tamiz. Hop, videoni boshlashdan oldin обязательно kanalga obuna bo'lib va videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va ko'ryapsizlar, sizlarga kattagan rahmat. Biz 225 ta botmiz va bizning maqsadimiz 300 ta bo'lish. Bunga esa faqatgina sizlar yordam bera olasizlar. Hop, gapni ko'pchilik o'tirmasdan biz videoni boshladik. Va mana botimizga kira oldik. Botimiz behavior deb nomlanar ekan. Hop, mana bu yerda app and behavior deb ustiga bitta bosib, mini ilovaga kirib olamiz. Va mana kirib oldik, ko'rasizlar, bizda mana bunda oyna ochilyapti. Hop, bu yerda nima qilamiz? Bu yerda mana bu ro'paraturning arrini ustiga bosamiz va har bitta bosganimiz uchun ma'lum bir miqdorda asal olamiz. Mana ko'rasizlar, arri u yoqqa bu yoqqa qochib turadi va mana shuni ushlab tutib olib urishimiz kerak. Hop, mana bu yerda ko'rasizlar, tepada energiya ham bor. Menda 200 ta bergan ekan. Hop, mana shu asta-sekin ketyapti va bu energiyani ham kuchaytirish mumkin. Ya'ni u avtomatik tarzda to'lib boradi. Yo'qotib, mana har bitta urgan uchun ketyapti va mana urmay turaman va har 2-3 sekundda bittadan mana energiya qo'shilib boradi. Hop, bu yerda esa mana bu spin energiya bo'limidan orqali 200 ta asal evaziga biz kuchaytirishimiz mumkin ekan. Hop, hozir men kuchaytirmayman chunki bu boshqa narsalarga ham kerak bo'ladi. Mana bu pul, tepadagi pulimiz. Va endi qolgan bo'limlarni ko'ramiz. Hop, bu yerda kolsa aylantirish mumkin, ya'ni baraban aylantirib ko'ramiz. Hozir nima tushirganimizga va mana tekinga aylantiryapmiz. Va mana 200 ta asal berdi, ya'ni biz hozir 200 ta asal oldik. Hop, endi esa mana buni kuchaytirsak bo'ladi. Masalan, sila tapani ham kuchaytirsangiz bo'ladi. Ya'ni har bitta urganingiz uchun bittadan emas, endi ikkitadan oladi. Mana hozir yana kuchaytirdik. Pastroqqa tushiramiz va mana uryapmiz va mana ko'rasizlar, bizga ikkita asal beryapti. Boya bittadan asal berayotgan edi. Menimcha bunaqa tapalkalarni ko'pchilik bilsa kerak, qanaqa o'ynalishini. Mana shu energiyani kuchaytirasiz va mana bunday urish kuchini kuchaytirasiz va siz anchagina sermahsul o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Hop, mana shuni uramiz va miyotni, ya'ni asalni ko'paytira olamiz. Keyin nima qilamiz? Keyin esa biz mana uley degan joyga o'tamiz. Uley joyda mana ko'rasizlar, balansimizda 0.5 ta har uyasi bor ekan. Hop, endi buni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Hop, mana bu yerda ko'rasizlar, plus turibdi. Plus tugmasiga bosamiz va mana bu yerda biz har xil arri uyalar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, masalan, birinchi arri uya ko'rasizlar, bir haftada bizga 5 ta mana bunday tanga berar ekan. Mana shu imini mana shu tangalarni biz pul qilib chiqarib olishingiz mumkin ekan va 10 hafta ishlab berar ekan biz uchun. Va buni esa biz 3 ta do'stimiz chaqirishimiz orqali olishimiz mumkin ekan. Pastroqda esa mana har haftasiga 18 ta mana bunday tanga berar ekan va 12 hafta ishlar ekan. Va buni oddiy pul evaziga olishingiz mumkin ekan. 1,5 mingta mana bunday miyot. Hozir buni sotib olamiz. Bizning balansimizda 1,5 mingta miyot bor. Endi ustiga bosamiz va подтвердить обмен ustiga bitta bosamiz va bo'ldi. Mana hop, отлично deyapti. Hop, mana va bizni arruyamiz qo'shildi bu yerga. Mana ko'ryapsizlar, har kuniga bizda endi mana bunday tangadan 3 ta berib borar ekan. Hozir bizda mana bu tangadan 0.5 ta bor. Hop, endi qolgan joylarda bemalol sotib olishingiz mumkin. Masalan, 480 mingtaga mana buni berar ekan. Ya'ni har haftaga 45 ta shunaqa tanga ishlab chiqarar ekan. Va bularni ham sekin-sekin asta-asta o'zingiz akkauntingizni kuchaytirish orqali individual mahoratga bog'liq qanchalik tez olishingiz mana bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana oxirgi esa mana 450 ta berar ekan. Buni uchun esa 10 millionta, 10.800 ta miyot, ya'ni asal kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi pul chiqarish qanaqa bo'ladi deyishingiz mumkin. Pul chiqarish endi mana bu yerda Vivid sredstva bor. O'sha ustiga bitta bosamiz va bu yerda aytilyaptiki, eng kamida bitta mana shunaqa moneta berishimiz kerak va bizda hozir 0.5 ta moneta bor va eslatib o'taman, mana bu yerda biz miyotimiz, ya'ni asal arri uyamiz boya sotib olganimiz har kuniga 3 tadan miyot beradi. Ya'ni har kuni ham pul chiqarsam bo'ladi. Lekin buni qilishdan oldin bitta narsaga e'tibor berib qo'yishingiz kerak. Siz yangi akkaunt ochganingizdan keyin mana ko'ryapsizlar, 6 soat 23 da vyplata дохода deyapti. Ya'ni siz akkaunt ochganingizdan keyin bir haftadan keyingina siz bu botdan pul chiqara olasiz. Bu degani siz
birinchi hafta kirasiz, pul ishlaysiz va birinchi hafta bo'lgandan keyin har haftaning juma kuni adashmasam, juma kuni pul chiqarishga qo'ysangiz, shu juma kuni siz pullaringiz tushib keladi. Har haftada shunaqa bo'ladi. Va bu tezgina pul ishlab oladigan joyi, chunki bu qancha turishi hech kim bilmaydi. Ya'ni balkim o'sha bir oydan keyin yopilib ketar, balkim yana ko'proq ishlar, shuning uchun iloji boricha tezroq kirib, bu yerdan pul ishlab olishingiz mumkin. Hop, keyingi bo'lim Druziya bo'limi. Bu yerdan mana bunday referensiyalar orqali siz o'z do'stlaringizni taklif qilish orqali ham bu yerdan pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kirib o'qib olishi mumkin va mana bu yerda top referral deyapti. Ya'ni referral chaqirganlar odamlar, ya'ni birinchi o'rindagi 10,035 ta referral chaqirgan ekan, qoyil. Va mana bu yerda toplarni ko'rib olishingiz mumkin, top 10 da. Hop, keyingisi zadaniya bo'limi juda ham kerakli bo'lim, ya'ni yangi boshlaganlar uchun mana har bitta kanalga obuna bo'lganingiz uchun 100 tadan mana shunaqa miyot berib borgan. Ustida bitta bosamiz, masalan, podpisatsiya bosamiz va sразу orqaga qaytamiz. Va bo'ldi. Darhol momentani biz pulimiz tushib keldi. Mana shunda juda ham ko'p zadaniya, mana ko'ryapsizlar. Men anchasini bajarib ham qo'yganman. Mana bizlar ham birinchi shu zadaniyalarni bajarish orqali mana bu men boya sotib olgan miyot, ya'ni arruyani sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, menimcha bu yerda tushuntiradigan narsa qolmadi va bitta narsa qolib ketdi. Va привязывать degan narsa bor. Привязывать kashrga, ya'ni o'zingizni to'ngashligingizni ulab qo'ysangiz, siz mana shu yerda pullar olib borish, masalan, подключить через tonkayt deb. Va shunday holatda sizni pullaringiz avtomatik tarzda sizni balansingizga kelib tushaveradi. Xo'p, mana xuddi mana shunaqa siz bu yerdan pul ishlaysiz va bu bot mazda Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalimizda esa kommentariyada bo'ladi. Sizlar bilan internet kanali bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.